hech qanaqangi banklarda aralashtirmasdan egani o'zidan mashinani variantga olaman aka, boshiga shu 500-600 dollar, endi minimalni 500 dollar puli bor ekan, mana variantga 2006-yil Matiz 4 ta yangi baloni bor ekan mashinani. Holati zo'r, kraskasi asvejit bo'lgan, yengil asvejit, lekin stoykalar ichlari, motorning aksiyat ichlari o'ziniki turibdi kraskalari. Xudo xolasa, holati anchagina yaxshi mashinani. Kelasiz, ko'rasiz, minasiz, zavod qilib olib ketsangiz bo'ladi. Xudo xolasa, kanaldan uzoqlashmanglar, podpiska bosmaganlar, podpiskani bostiringlar. Egalar nomerlari yo'q deganlar uchun podpiska bo'lsa, egalar nomerlari hamma yoq ko'rinadi, qadrdonlar. Xo'p. Mashinalarimizni hammasini tayyorlayapmiz biz ham, variantni sekin-sekin boshlaymiz. Hali ular bitgani yo'q, bitirib olganimizdan keyin sekin variantga bersa biz ham boshlaymiz. Bu mashinamiz ham variant, o'zimiz shogirdlarning mashinasi, 2006-yil Matiz 3 talik, 3 porshelik, chista haqiqiy Trambler Matiz. Xo'p, yaxshi polilarda mashina, metan gazi bor. Xo'p, davernislarni qilib berishadi. Oyiga 200-250 dollardan so'rogini gaplashib olsalaring bo'ladi. Bosh to'lovi 500 dollar bilan mashinani olib ketsangiz bo'ladi. Holati, yurish-turishlari zo'r, lekin xudo xolasa minishga tayyor qilib berishadi. Ukam o'zi adreslari Qo'qon Charxida mashinani adresi. Adresini ko'pchilik yozing deyapti. Adresi Qo'qon Charxida aytib o'tyapti. Xo'p, motorlari zo'r turibdi, xudo xolasa. Kelasizlar, ko'rasizlar, ma'qul keladi mashina. Minib, zavod qilib olib ketsalaring bo'ladi. Archa balonlarni qo'yib qo'yishibdi. Olgan odam maza qilib qiynalmasdan minsin deb. Like, podpiskani bosib, podpeskada bo'lib kuzatib tursalaring, xudo xolasa sizlar bilan birga xudo xolasa anchagina ishlaymiz. Qadrdonlar, bosinglar.